بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى يحمد صنالر پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات سلام البرسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz birodarlar, sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying hamda bitta like bo'lsa videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting. Hop, bugungi harfimiz zal harfi bo'lib, o'zbek tilida bunga o'xshash tovush yo'q. Va harfi til ikki tishda orasida til tishlangan holatda chiqadi. Va ya'ni bu chuchuk v bo'lib hisoblanadi. Arab tilida 3 xil v bo'lib, ulardan biri o'zbek tilidagi z, mana bu ikkinchi z. Hozir uchinchisini ham o'tamiz inshaalloh darsimiz davomida. Bismillahirrohmanirrohim. Va, zi, zu, iz, muz, xuz, uz. Bu z harfi ham qalqala qilinmaydigan harflar qatoriga kiradi. Hamda ustida sukun holatda kelganda bu harfda ushab biroz oqizib o'qishimiz kerak bo'ladi. Iz, muz, xuz, uz, zub, zuq, zar, munzu, iznu, بذل, ذكر, ذهن, ذهب, مذهب, ذهل, يذهل, بذل, يبذل, أذهب, يذهب. Quyidagi so'zlar talaffuziga e'tibor berib o'qing debdi. Bu yerda va harfi bilan z harfini ajratib o'qishni buyuribdi. Zifru, zifru, bazlu, bazlu, abzal, abzal. Hop, bu joyda z harfi bilan za harfini o'tamiz ekan. Mana bu joyda til tishlanib aytiladi. Abzal, abzal, abzal. Bu joyda o'zimizda z o'qiladi. Qur'onda ham ko'pchilik xato qiladigan narsa mana bu v o'zbek tilidagi za harfi bilan bir xil bo'lib qoladi. Ko'p odamlar za harfini tishlamasdan za qilib o'qib ketadi. Biz e'tibor berib bu harfni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi harfimiz vo harfi bo'lib, bu 3-chi arab tilidagi v ekan. V bu harf ustida fatha kelganda o o'qilinadi, a kelganda o bo'lib o'qilinadi, hamda yo'g'on o'qiladigan harflar qatoriga kiradi. Vo, vi, zu, zon, zil, faz, haz, az, laz, zafar, nazar, hazar, zamar, ظلف، عظم، نظم، ظلف، ظلف، حظل، ظلم، ظهر، أظهر، أظفر، مظهر، منظر، مظهر، مظلم، ظهر، يظهر، نظر، ينظر، ظلم، يظلم، انتظم، ينتظم، استعظم، يستعظم. Quyidagi so'zlar talaffuziga e'tibor berib o'qing debdi. Bu joyda va harfi, do harfi, do harflarini ajratib o'qishimiz kerak bo'lar ekan. Zafar, zafar, hazar, hazar, zahru, zahru, zahar, zahar, azhar,
azhar, a'zam, a'zam. Xo'p do'stlar, bugungi darsimiz shular inshaalloh. Bu arab tilidagi eng oxirgi harfimiz ekan. Inshaalloh keyingi darslarimizda yangi boshqa darslarni o'tamiz inshaalloh. Shu bilan arab tilidagi 28 ta harfimiz tugaydi inshaalloh. Alloh taolo o'zi bizlarga darslarimizga davomiylik bersin, hamda baraka bersin, zehnlarimizni ochishini hamda Allohning kalomi bo'lgan Qur'onni yodlashda Alloh taolo o'zi bizlarga oson qilishini so'raymiz. Sizlar bilan nurun ala nur. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.